Assalomu alaykum, Gilamlar olami YouTube kanali kuzatuvchilari. Xudo xolasa biz anchadan beri kuzatayotganlar mega skitkamiz ko'pchilik bilishadi. 20%, 30%, 40%, 50% gacha xudo xolasa skitkalar bo'layotdi. O'zi 15-iyulda tugash kerak edi xudo xolasa sizlar uchun. Ya'ni kunini cho'zib qo'yishdi. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga nechinchigacha bo'lganini aytamiz. Keyin bitta yangiligimiz bor. Video davomida ko'rsalar xudo xolasa sizlarga to'liq qilib ma'lumot beramiz va gilamlar narxlarini ham tushuntirib beramiz. Dastavkalar qatgacha bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Kombinat bozorining ichida biz Marg'ilon shahar Kombinat bozori xudo xolasa ba'zani ichida turib biz Omadbek akadan xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sarjamayapsizmi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Mega skitka aka nechinchigacha cho'zildi? Mega skitka o'zi kecha tugash kerak edi. Ya'ni xaridorlar talab istaganlari 25-avgustgacha qilib qo'ydik. 25-avgustgacha davom etadi. Kelib xudo xolasa olib ketsa bo'ladi. Bitta yangiligim bor edim, yana nima yangilik bor endi aka? Yangilik aka muddatli to'lov yoki berishni yo'lga qo'ydik. Muddatli to'lovga olsa bo'ladi. Plastik evaziga bo'laveradi. 3 oydan 3 yilgacha qilib beramiz. Necha yosh bo'lish kerak endi aka? 18 yoshdan katta bo'lish kerak. Plastik oborot bo'ladimi? Plastik oborot 600 mingdan ko'p pul tushadigan plastik bo'lsa bo'ldi. Ha, oyiga 600 mingdan ko'p pul aylanib tursa. Aylanib tursa bo'ldi, ishlari berilaveradi. Berilaveradi. 15 minutda ishlari 15 minutda bitadi. Kelib gilam tanlasa, xudo xolasa 15 minutda ishlarni bitirib beradi. Qaysini qilamiz endi aka, ko'rsatamiz. Mana skitga tushgan gilamlar bor. Bu tarafda ham endi aka. Kanalingizga o'tsalar ham bu taraflarda ham obzor qilganmiz, ichkariladi bemalol. Ana aka, mana shu ko'rib turishgan metrajdan oz qolgan gilamlarimiz hammasiga 50% dan skitka. 50% dan. 50% dan. 50%. Masalan, narxi qancha endi aka? Bitta aytaylik. Masalan, misol uchun aka, to'xtab qolmaylik. Mo aka, ko'rsataylik. 2 million 800 ming so'm bo'lsa, mana shu razmer 1 million 400 mingga qilib beraveramiz aka. Uzunligi zo'r ekan, mana necha metr bu? 4 ga 4 bu aka. 4 ga 4. Ey gap yo'q, zo'r ekan haqiqatdan. 4 ga 4. Har xillari bor ekan. Har xillari bor, kelib tanlab olib ketishaveradi, o'zlariga yoqqanini. Tanlab olsa bo'ladi, zo'r. Bu avvalnilar nima endi aka? Bu avvalnilarda aka 5 million oshiq xaridga qo'shib beramiz aka. Ha, shunday bonusga. Shunday bepulli aka, qo'shib beramiz. Qolasa kattasini oladi. Qolgan narsani olishaveradi. Tanlab olsa bo'ladi. Tanlab olishaveradi. Agar yo'q, pulimni olaman deganlar uchun aka 400 mingdan tanlab olishaveradi. Ha, 400 mingdan sotilaveradi. 400 mingdan sotilaveradi. Olishgan razmer bor. Mana shu yerda narsalar tanlab olishaveradi 400 mingdan. 400 mingdan tanlab olsa bo'ladi. Zo'r. Bu taraflar qanaqa endi? Bu taraflar qanaqa bo'lyapti? Bu tomondagilar ham 50% skitkada aka. 50% skitkada. 50% skitkada. Ha, bularda ham hali narxi 2 million bo'lsa 1 millionga olishadi, 1 million bo'lsa 500 mingga olishadi, 500 ming 250 mingga olishadi. Keyin bular aka bitta 40 minglisi bor, 50 minglisi bor. Xullas mana shu yerdagi 40 mingdan 100 minggacha bor kvadrati. Kvadrati. Ha, kvadrati. Bitta bunaqa narsalardan ham bor ekan. Oyoqdagiga solib oyoqdagiga solib qo'yaman. Xohlasa hammasi. Mana aka paytida aka yangicha fason. Yangicha fason paytida aka mana shular. Metri aka 350 mingdan sotilgan. Bu yek ekan, o'zi zavod. Yek aka bu. Birinchi zavod ekan. Popili bo'ladi aka. Popili. Hozir aka 100 mingdan. 100 mingdan. Kvadrati 100 mingdan. Kvadrati 100 mingdan. Xohlasa uzun. Uzunligi necha metr? Ancha chiqsa kerak hozir. 5-10 metr chiqadi. 5-10 metr chiqadi. 5-10 metr chiqadi. Kesalar ham chiroyli qilib ishlarni ham bitirib berishadi. Xudo xolasa skitkalar hammasi davom etadi. Bu tarafdagilar ham 50% skitkada, bu tarafdagilar ham 50% skitkada. Xudo xolasa mana yangilikda eshitdilaring. 25-avgustgacha xo'p skitkalar cho'zildi. 10%, 20%, 30%, 40%, 50% gacha xudo xolasa skitkalar cho'zildi. Qo'shimchasiga muddatli to'lov qo'shildi. Keyin aka yana bitta yangilik bor. Ichkarida gilamlarimizdan aka 5 ta xonalarga olishsa, bitta oshxonalarni bepulga bonusga qo'shib beraman aka. 5 ta xonalarga gilam olishsa, ha, oshxona yo spanli aka bonus bo'ladi. Bepulga. Oshxona spanliga bittasi bonus. O'zlari tanlab olishadi uni ham. Tanlab olishsa bo'ladi, xudo xolasa. Bu tarafdagilar qanaqa bo'lyapti endi? Bu tomondagilar 100 mingdan kvadrati. Kvadrati 100 mingdan. Kvadrati 100 ming. Qalin gilamlarga. Qalin gilamlar. Ortib qolgan unaqa narsalar bo'lsa, xudo xolasa. Yo'q, prosta ayb aka metrajdan kesilib oz qolgan xolos aka, oz qolgan, ishlatilmagan. Yangi narsa. Yangi narsa. Yangi narsa, xudo xolasa. Ana shu yerda turibdi. Kelib tanlab olsalar. Ichkaridagilardan bitta ko'rsataylik endi aka, bo'laveradimi? Bo'laveradi aka. Metrajlar yangiliklar keldimi aka? 3 metrliklar keldi aka. Mana o'rta degan shunaqami rangi o'zi? Zo'r ekan. Rangi shunaqa spanli bob narsa aka. Zo'r ekan. Sachiqli. Zo'r, ajoyib. Orqasi falgali bo'ladi aka. Qishda ham zo'r turadi. Zo'r turadi aka. Zo'r turadi. Ya'ni gap yo'q, haqiqatdan cho'tka ekan. Gap yo'q. Metrajlardan xudo xolasa, bu uzunligi nechiligi? Bu endi 3 metr. Eniga 3 metrligi. 3 metr. Bundan uzunrog'i bor. Uzunroqlari bor. Qolgan razmerlari bor. Keyin aka bag'da yangi yuklarimiz keldi. 3 metrlik metrajlarimiz aka. Bularning ham kvadrati aka 85 mingdan kelib tanlab olishaveradi. 85 mingdan 85 mingdan tanlab olishsa bo'laveradi. Zo'r gap yo'q.
Haqiqatan narxlar arzon. Agar video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Manzilimizni ko'pchilik so'rashyapti. Manzil Marg'ilon Kombinat bozori. Yana Qatlada do'kon bor edi aka. Andijonda Bo'zida bor aka. Keyin Nadirmat 10 yo'lida bor. Keyin Kombinat bozorining ichkarisida ikki bitayda diller gilom. Ikki bitay to'g'risida gilomlar olamiz. Gilomlar. Kombinatda o'zi 3 ta magazin bor. Kombinatda o'zi 3 ta magazin. Bitta Nadirmatda 10 yo'lida bor. Nadirmatda 10 yo'lida bor. Keyin ikkita Andijonda Bo'zida bor. Ha, ikkita bor Andijonda Bo'zida ham, ikkita bor, xudo xolasa. Dastlabkilar qatgacha bo'lyapti aka? Dastlabki aka vodiychi bo'lyapti aka. Vodiychi, xudo xolasa qilib berilyapti, chiroyli qilib. Ko'ngillarga yoqqan gilomni aytsalar, dastlabkilar qilib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Manzilni ko'pchilik so'rashyapti. Videoda oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa oxirida 1 minut manzil tushuntirilgan bu to'liq videosi ko'rsalar, xudo xolasa kelishlaring mumkin. Agar yo'q, tushunmadik deydiganlar bo'lsa, pastda nomerlar qoldiryapmiz. Lokatsiya tashlab beringlar, xudo xolasa lokatsiya tashlab beringlar. Yo bozorda oldiga keldim, mana olib kelib ketinglar deydigan bo'lsalar, xudo xolasa sizlarni olib kirib, chiroyli qilib gilomlar tanishtirib berishadi. Aka kattakon rahmat, xudo xolasa obunachilar aloqaga chiqishadi. Chiroyli qilib berasiz. Aka siz nomingizdan chiqsa, aka bonuslar qo'shib beraman. Bonuslar bilan xudo xolasa layklar bosib kelganlarga bor. Bor, layk bosib, obuna bosib kelganlarga bor aka. Obuna bosib kelganlarga bor, xudo xolasa. Videoda oxirida xudo xolasa manzil ketdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Manzilimiz Kombinat kartinkasi, Kombinat kirketaverish aka kirganimizdan keyin bu yerda bayram shashixonasi bor, bu yerda Saxovat market bor. Saxovat marketdan aka to'g'ri kirketganingizda chap qo'ldagi gilam magazinda skidkalar davom etyapti. Mana shu yo'ldan kelganlarda mana kelyapsizlar aka, bu yerda butkamiz bor. Aka butkamizda shuni chap qo'lga bitta burilganingizdan keyin aka mana biz aka gilam mazamiz, mana shu yerda skidkalar, bombalar, zo'rlar bo'lyapti.